Assalomu alaykum hammaga. Zarafshon saylov obunachilari. Bugun sizlarga birinchi qavatdan uy so'raganlar uchun birinchi qavatdan bir xonali uyimizni obzorini qilib o'tamiz. Kirishlar bilan shkaflar qilingan. Remontlari polni qilingan, yangi. Bu yoqda gilam, parda hammasi bor. Televizorlari, konditsionerlari bor. Narxini 295 millionga baraka qilishinglar mumkin. Egalari yana sunnatiga o'tib beradilar. Sanuzlari alohida, kattagina ko'rishinglar mumkin. Oddiy remontlar qilingan. Gilam, parda kelishdaglar hamma narsasini tashlab ketadilar. Atak bitovoy texnikalarni olib ketaman dedilar. Xolodilnik, kir yuvish mashinalarini ko'rishinglar mumkin. Kirganinglar bilan kuxnyalari ajoyib. Mebellar qilingan, kattagina kotyollari bor. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Bir xonalik uyimiz. Zarafshon saylov obunachilari uchun birinchi qavatdan bemalol baraka qilishinglar mumkin.